Ko'pkar qanday bo'ldi? Iltimos orqani qoching. Bosh turinglar aka. Soch chiqmay turaylik endi mana shu odamga ishtaylik. Qanday so'raysiz? Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, hurmatli muxlislar, hurmatli uzoq yaqindan mana bugun Qashqadaryo eliga Yakkabog'da dilida zo'r to'y berdi aka. Hammalar xush kelibsiz. Xudo xolasa mana 2 kundan beri elga osh berdi, kurash berdi, bugun ko'kpari berdi. Men o'ylayman shu bugun ko'kpari kelgan Toshkentdanmi, Jizzaxdanmi, Sirdaryodanmi, jamiki 12 ta bo'lyapti, hammasi rozi qildi. Endi bir yigitni berganim shu akajon. Qo'limdan kelgan hamma mehnatimni qildim. Men shu yerda ustaki odamman aka. Menga boy ham bir, gado ham bir, choh ham bir, hamma bir xil akajon. Qarang, shu bekovlikda eng asosiy narsa nima? Bekovlikka asosan narsa Xudodan qo'rqib halollik. Halol bo'lsangiz, hammani bir kunda ko'rsangiz aka, albatta to'y toza bo'ladi. Surxon Qashqadaryoga mana ko'kparimiz rivojlanib ketdi aka. Mana shu rivojlanib ketishiga sabab aka mana shu boylarimiz zo'r to'y beryapti, bakovlarimiz halol bo'lyapti, aka to'ylar chiroyli bo'lyapti. Surxondaryodanmi, Qashqadaryodanmi, qayerdan bo'lsam ayirib beryapmiz. Bizning vazifamiz shu bakovlik 2 soatlik to'y degan xizmatimiz. Aka hammani bir kuzga beramiz, xalqni bir kuzga ko'ramiz. Xudo xolasa aka, bunga chiroyli bo'laversin. Biz xizmatga bo'laveraylik. Sizlar aka-ukalarimiz ham dunyo turganda turingizlar aka. Sifatida. Men Mas'udman, familiyam Xolid. Yakkabog' tumanida tug'ilganman akajon. Shu yurtda farzandiman. Mana shuncha qo'shnilarimizman akajon. Boshlar. Bo'ldi. Xullas, xosalar bir qo'yla choy mehmon qilamiz. Biz Qashqadaryoda bor mehmon do'stimiz aka. Bir kilo choy ichib tandirib pishirib boshini bosib ketadi. Agar mabodo shu ko'klarda mendan yaxshi yomon gaplar o'tgan bo'lsa, mabodo birovdan og'ir tushgan bo'lsam, butun xalq olishi qo'limni ko'tarib To'tanga qo'ydi. Hammaga katta rahmat. Rahmat. Bo'lgan bir qarzon bo'lsin. Voy, qasam urma. Yana bittasi. Qasam urma. Rahmat.